Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Xo'p, GKS Academics loyihasiga xush kelibsizlar. Birinchi darsni boshlashimizdan oldin keling sizlar bilan bu kurs o'zi nima haqida va bu kursdan qanday maksimalniy foyda olishlaring haqida gaplashib o'tib ketsak, ishonamanki, darslarni diqqat bilan kuzatib borsangiz, bu darslar hammangizga manfaatli bo'ladi va shu kursdan, ya'ni shu loyihadan maksimalniy foyda olishlaring mumkin. Xo'p, GKS Academics qanday loyiha? GKS Academics bu GKS Global Career Scholarship grant dasturiga hujjat topshirayotgan o'zbekistonlik talabalar uchun yordam beradigan pullik loyiha. Loyiha asosiy e'tiborni grant yutish uchun zarur bo'lgan hujjatlarni tayyorlash, suhbatga tayyorgarlik ko'rish, o'quv rejalarini yozish, universitet bilan bog'lanish kabi ko'plab GKS ga aloqador qiyinchiliklarga yordam beradi. Ya'ni deyarli 90% GKS kandidatlari GKS kandidatlarida yuzaga kelayotgan muammolar, o'quv rejalarini yoza olmaslik, universitet bilan yaxshi bog'lana olmaslik yoki o'quv rejalarini yozib ham universitet bilan bog'lanib ham suhbatga tayyorgarlik ko'ra olmaslik kabi muammolarga yechim beradi va shu kurs orqali sizlar bemalol shu muammolarga yechim topa olasizlar degan umiddaman. Xo'p, GKS Academics orqali nimalarni o'rganasiz? Bu savolga javob beradigan bo'lsak, birinchi bo'lib GKS Academics orqali hujjatlarni tayyorlashni o'rganib chiqamiz. Undan keyin o'quv rejalarini yozish, ya'ni study plan, personal statement va recommendation letter, ya'ni tavsiyanoma xatlarini qanday chiroyli shaklda professorlar o'qiganda yaxshi imij qoldiradigan shaklda yozib chiqishni ham ko'rib o'tamiz. Undan tashqari universitet bilan bog'lanish, universitet tanlash, universitet bilan aloqaga chiqish, email orqali bog'lanish, bularni ham ko'rib chiqamiz. Va to'rtinchisi suhbatga tayyorgarlik. Aytib o'tganimizdek, suhbatga tayyorgarlik ham muhim bosqichlardan biri va siz xotirjam shu loyiha orqali bemalol suhbatga tayyorgarlik ko'rib, yaxshi suhbat o'tkaza oladigan qobiliyatga ega bo'lasiz degan umiddamiz. Xo'p, va oxirgisi elchixonaga hujjat topshirish. Ya'ni o'sha GKS yutganingizdan keyin viza olish jarayoni bo'yicha ham yordam beramiz. Keling unda GKS Academics dars jadvali bilan tanishib chiqsak, ya'ni loyiha orqali birma-bir darsma-dars nima mavzularni o'rganamiz. Xo'p, birinchi bo'lib GKS granti bo'yicha umumiy ma'lumot beraman, ya'ni GKS grantiga kirish darsi bo'ladi va ikkinchisi application form to'ldirish. Bu ariza shakli deb ataladi o'zbek tilida va shuni to'ldirishni noldan boshlab o'rgataman. Bundan tashqari personal statement tahlil qilamiz, yozamiz, muhim ko'rsatmalar beraman. Bitta darsimiz ingliz tilida va bitta darsimiz koreys tilida bo'ladi, ya'ni ham ingliz tili ham koreys tilida topshirmoqchi bo'lganlar uchun birdek foydali bo'ladi. Va ikkinchisi study planni ham ingliz tilida va koreys tilida olib boramiz. Va undan keyin tavsiyanoma xati, ya'ni bu darslar ketma-ket ravishda ketadi, ya'ni o'sha application forumda ariza shaklida qanaqa shaklda ketma-ketlik bo'lib kelgan bo'lsa, bizning darsimiz ham undan muvofiq bo'lmasdan o'shin bilan bir xil bo'lib, darsda ham o'shinga asoslanib ketma-ketlik tarzda olib o'tamiz. Xo'p, tavsiyanoma xatidan keyin biz agreements, ya'ni GKS ga qo'shilish, qo'shilmaslik bo'yicha ma'lumotlarni ham to'ldirishni o'rgataman va undan tashqari buning ichiga o'sha medical assistance ham kirib ketadi. Va keyingisi universitet tanlash, universitet bilan bog'lanish va hujjatlarni jo'natish, ya'ni to'g'ri universitet tanlay olish, to'g'ri soha tanlay olish va ular bilan qanday bog'lanish, universitetda ishlayotgan professorlar bilan yoki GKS ga mas'ul bo'lgan tamtangja deyiladi koreys tilida, ya'ni ingliz tilida responsible personlar bilan qanaqa qilib bog'lanishni ham o'rgatib o'taman. Undan keyin qaysi hujjatlar apostil qilinadi, qayerdan qilinadi, necha kunda bo'ladi, hammalari bo'yicha ham ma'lumot beraman. Va keyingisi til sertifikatlar va oddiy hujjatlar, ya'ni qanaqa til sertifikatlari topshiriladi-yu va qaysi hujjatlar oddiy hujjatlar qatoriga kiradi, buni ham bilib o'tib ketamiz. Va undan keyingi keladigan darsimiz suhbatga tayyorlanish va elchixonaga hujjat tayyorlash, ya'ni suhbatga tayyorlanib bo'lganingizdan, suhbatdan o'tganingizdan keyin GKS finalisti bo'lasiz va undan keyin sekingina o'sha Koreyaga ketish uchun vizaga ham tayyorgarlik ko'rsak bo'ladi va unga ham sizlar bilan birga darslarda ko'rib chiqamiz. Va so'nggi muhim ko'rsatmalar, ya'ni so'nggi muhim ko'rsatmalar nimadan iborat, Koreyaga borib nima qilasiz va undan tashqari o'sha GKS ga aloqador bo'lgan muhim ko'rsatmalarni ham beramiz. Xo'p, hammaga omad GKS ga tayyorlanishda, ya'ni darslarimizni diqqat bilan, ya'ni ishtiyoq bilan ko'rsangiz hammaga birdek foydali bo'ladi. Xo'p, loyiha bo'yicha tanishib chiqdik va jadvali bo'yicha ham tanishib chiqdik. Keling sizlar bilan birinchi darsimiz GKS haqida umumiy ma'lumotdan boshlasak, ya'ni bu dars orqali GKS bo'yicha sizni bazingizni rivojlantirib, umumiy to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Birinchi savol o'zi tabiiy keladi, GKS qanday grant dasturi? GKS granti bu Janubiy Koreya hukumati tomonidan taqdim etiladigan to'liq grant dasturi bo'lib, xorijlik talaba uchun bakalavr, magistratura va PhD bosqichlarida ta'lim olishga
imkon beradi, ya'ni to'liq grant dasturi, hech qanday kontrakt to'lamaysiz va bu bakalavr, magistratura va PhD bosqichlari uchun ochiq hisoblanadi. Xo'p, endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin, GKS grantining rasmiy sahifasi bormi degan, ya'ni GKSga aloqador so'nggi ma'lumotlarda yoki bo'lsa kim yutganligi haqida, guideline haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, qaysi saytga murojaat qilishingizni ko'rsatib o'taman. Bu saytning nomi Study in Korea. Hozir sizlar bilan ko'rib o'tamiz va sayt haqida, sayt qanday foydalanish haqida ham maslahat berib o'taman. Xo'p, mana saytga kirdik. O'zi Study in Korea run by Korean government deb yozib qo'ygan, Koreya ta'lim vazirligi tomonidan yurg'iziladi deb. Xo'p, endi ma'lum qismini ko'rayotgan bo'lsalaring, GKS degan joyini shu saytga kirishlaring bilan bu GKSga aloqador har qanday ma'lumotlarni shu joy orqali topasiz. Ya'ni kim GKS yutdi va siz qanday GKS yuta olasiz, shu bo'yicha ham ma'lumotlar bor. Guideline, ya'ni nima qilsangiz yaxshi, qanday hujjatlarni qaysi holatda jo'natasiz, shu bo'yicha ham ma'lumotlar bor. Shu qismidan ko'proq GKSga aloqador ma'lumotlarni topasiz va undan tashqari mana Texakomsek degan joy ham bor, ya'ni universitet oqtarish, University Search degan Koreyadagi har qanday universitet haqida to'liq ma'lumotni shu joydan olsalaring bo'ladi. Yana bir ikkita ma'lumotlari bor, guidebook degan, ya'ni o'sha GKSga yo'riqnoma beradigan, Koreyada o'qishga aloqador bo'lgan maslahatlarni beradigan shu guidebook ham bor. Bularni ko'rib chuqurroq yanada ma'lumot olishlaring mumkin. Xo'p, endi prezentatsiyamizga qaytadigan bo'lsak, xo'p, GKS granti beradigan imkoniyatlarni bir-bir ko'rib chiqamiz. Qoplangan to'liq kontrakt to'lovi, ya'ni siz GKS grantida o'qishingiz davomida hech qanaqa kontrakt to'lovi to'lamaysiz. Bu narsa davlat tomonidan 100% qoplangan bo'ladi. Va ikkinchisi oylik stipendiya, bakalavr uchun $800 va magistratura uchun $900 hisoblanadi. PhD uchun miqdori oshib qolishi ham mumkin. Undan tashqari aviachipta kelish va qaytish, ya'ni O'zbekistondan kelish va GKSni bitirib ketganingizdan keyin O'zbekistonga qaytish aviachiptalarini ham qoplab beradi. Va tibbiy sug'urta, Koreyada Kongan Pokhom, ingliz tili bilan aytadigan bo'lsak, health insurance degan soliq sug'urtasi bo'ladi va oyga $60 atrofida to'lanadi va buni ham GKS stipendiyasi o'z bo'yniga oladi, ya'ni stipendiya orqali stipendiya qo'shib shu tibbiy sug'urta uchun ham pul beriladi. Va undan tashqari 1 yillik bepul til kursi, agar koreys tilidagi topik imtihonidan 5-6 ball olmagan bo'lsangiz, bakalavr magistratura o'qishingizdan oldin 1 yillik bepul til kursi qo'shib beriladi va shu kursi davomida, til kursi davomida siz bakalavrga ham, magistraturaga ham bir xil bo'lgan $800, $900 ya'ni stipendiyalarni olishingiz mumkin. Bakalavrga topshirgan bo'lsangiz bir xil, magistraturaga topshirgan bo'lsangiz bu ham bir xil. Shunaqa stipendiyalarni ham olib o'tasiz. Ya'ni bu faqat bakalavr uchun emas demoqchiman. 1 yillik til kursi o'qishingiz davomida ham stipendiyalarni olib borasiz. Bundan tashqari vizadagi yengilliklar, ya'ni viza cho'zirish yoki vizani o'zgartirishda kontraktlar to'lamaganligi sababli hujjatlarni to'g'rilamaysiz, ba'zi bir hujjatlarni keyin bankshot qo'ymaysiz. Bundan tashqari yana bir ikkita yengilliklar bor. Bu sizga oson va tez viza olishingizga yordam beradi. Xo'p, kelinglar, endi sizlar bilan GKS dastur yo'nalishlari haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchisi bakalavr bosqichi, GKS undergraduate deb ataladi. Talablari yoshi 18 va 25 orasida bo'lishi kerak. 25 ga to'lmagan bo'lishi kerak. Eng asosiysi ta'lim darajasi maktabni bitirgan. Agarda maktabni bitirmagan bo'lsa, 11-sinfda oxirgi choragida o'qiyotgan bo'lsa, expected graduation certificate orqali topshirsa ham bo'ladi. Ya'ni o'sha taxminiy bitiruv sertifikati bilan buni universitet orqali tasdiqlab oladi va apostil qildiradi. Bu haqida hujjatlar to'g'rilash bosqichida bemalol ko'rib o'tamiz. Va baholari, maktabdan olgan baholari jami 80% dan baland bo'lishi kerak. GPA nima, GPA bosqichlari qanday bo'ladi, bu haqida boshqa video darslikda gaplashib o'tamiz. Hozircha shu bilib olganlaring ma'qul. Shu necha foizdan baland bo'lganini qisqacha umumiy ma'lumotlar, GPA hisoblashlarida hammasini o'rgatamiz hujjat tayyorlash bosqichida. Magistratura va PhD bosqichlari uchun gapiradigan bo'lsak, GKS graduate deb ataladi. Yoshi 25 va 40 orasida bo'lishi kerak. Ta'lim darajasi universitetni bitirgan. Aksincha, unday bo'lsa ham xuddi maktabga o'xshab expected graduation certificate orqali topshirsa bo'ladi, ya'ni o'sha ko'zlangan bitiruv sertifikati bilan.
GPA baholari ham universitet tomonidan baholangan GPA baholari ham 80% dan baland bo'lishi kerak. Endi hozir GKS bakalavr yo'nalishi qanday turlarga bo'linadi desalaring, application track turibdi. Birinchida ya'ni treklari bo'ladi. Birinchisi MBC track, elchixona orqali. Bizda elchixona asosan MBC track orqali topshiriladigan joy Koreys til markazi. Ikkinchisi university track. Bu university trackda studentlar to'g'ridan to'g'ri universitet bilan aloqaga chiqib, o'sha universitet bilan bog'lanib hujjatlarni topshirishadi. Shu yerda kvotalar berilgan, umumiy uchun, RGKS uchun, subtotal jami nechta berilgan hammasini ko'rishlari mumkin. Va muhim ma'lumot, 80% studentlar university track orqali topshirishadi. Ya'ni university track ancha osonroq yutish, osonroq degani yutish oson demoqchi emasman. MBC track elchixona orqali topshirilganga qaraganda university trackda yutish foizi ko'proq. O'shuning uchun 80% nomzodlar university track orqali topshirishadi va bu darsimiz ham asosiy university track, ya'ni sizga yutishingizga yordam beradigan track orqali yutishingizga yordam beramiz. Ya'ni university track orqali ko'p studentlar yutgani uchun bu video darsligi ham asosan shu track orqali yutishga bag'ishlangan. Xo'p, bundan tashqari GKS magistratura yo'nalishlari qanday turlarga bo'linadi deb so'rayotgan bo'lsangiz, bu ham MBC va university trackka bo'linadi. Bu ichida ham subkolumnlarga bo'linib ketadi. Ya'ni ustunlarga ko'rib turgan bo'lsangiz, general umumiy va ixtisoslashgan specialization degan shunaqa sohalar bor. Bularni ko'rsak, general umumiy 669 o'rin bergan, albatta 150 ta. Asosiysi biz general orqali topshiramiz, qolganlar xalqaro tashkilotlardagi yoki tadqiqotchilar, o'shunaqa har xil organizatsiyada ishlovchilar. Muhim ma'lumot, bunda ham 80% nomzodlar university track orqali topshirishadi. Xo'p, endi taqqoslab o'tadigan bo'lsak, GKSU bakalavr bilan magistraturani birinchi darsda qabul qilish vaqti GKSU bakalavr university track orqali ko'radigan bo'lsak, sentyabr-oktyabrda ochiladi. Asosan sentyabrda ochiladi, ya'ni ko'p yillardan beri, oxirgi 5 yildan beri GKSU bakalavri university track uchun sentyabrdan ochilib keladi. 9-10 sentyabr atrofida. GKSG bo'lsa fevral-mart, bu yili yanvarda ochildi, 1 yil oldin ochildi, lekin odatda fevralda ochilar edi. Xo'p, talab qilinadigan ta'lim bakalavr uchun maktab diplomi, magistratura PhD uchun bakalavr yoki magistr diplomi. Maksimal yosh chegarasi 25 yosh, bunda 40 yosh. O'qish muddati bakalavrda 4 yil, 1 yil bepul til kursi, magistrda bo'lsa 2 yil, PhD bo'lsa 3 yil va 1 yil koreys til kursi qo'shiladi. Agarda shu bakalavrda ham, magistraturada ham topshirishdan oldin til kursi, ya'ni o'sha til qobiliyatlari bo'lmagan bo'lsa, ya'ni 5 yoki 6 olmagan bo'lsa, majburiy o'sha til kursi o'qiladi. Stipendiyasi $8, bunda $9,000 o'sha PhD bilan hisoblaganda. Hujjat topshirish yo'llari elchixona orqali yoki universitet yo'li orqali biroz ko'rib o'tdik. Bunda ham bir xil, elchixona yoki universitet yo'li orqali. Xo'p, yana ko'ramiz. Saralash bosqichlari. Saralash bosqichlarini ko'rib o'tadigan bo'lsak, MBC track uchun first round of selection, ya'ni birinchi saralash bosqichi, ikkinchisi recommend candidates to NIID, ya'ni shu bosqichdan sizlarni saralab oladi, mana shu bosqichdan saralab oladi. Shunga qarab sizni NIID ga tavsiya qiladi. Mana shu studentlarni hujjatlarini ko'rib chiqdik. Siz ham bir ko'rib chiqing deb turib NIID ga murojaat qiladi. NIID Koreyaning xalq ta'lim vazirligi desak ham bo'ladi. O'sha davlat tomonidan tasdiqlangan vazirligi deyarli har qanday o'sha universitetlar bilan aloqa qiladi. Shunaqa o'qishga aloqador har qanday muammolaringni, imkoniyatlaringni shu NIID yaratib beradi. Application documents of recommended candidates arrived at NIID, ya'ni o'sha tavsiya qilingan studentlarni dokumentlari NIID ga yetib keladi va NIID ham ko'rib chiqadi. NIID ko'rib chiqqandan keyin GKS yutishingiz aniq bo'ladi. Bunda ham bir xil universitet track orqali faqatgina shu bosqichda tashlab o'tilib ketiladi, ya'ni 3-raund bo'lmaydi, 2-raunddan tappa etib sakrab finalist bo'lishingiz mumkin. Lekin bu raundlar deyarli bir xil, faqatgina mana shu raund bo'lmaydi universitet trackda. Bular vaqtlari qachon shunaqa saralash bosqichlari bo'ladi. Misol uchun ko'rib turganingizdek application submission deyapti. Ya'ni ariza shaklini topshirish har bitta universitetga qarab farq qilishi mumkin. Lekin bunda deadline'ni oktyabr 25 ga qarab berib qo'ygan. Bu bakalavr uchun gaplashyapmiz, magistrga gaplashamiz, magistraturaga uchun ham ko'rib chiqamiz.
Keyingisi result announcement deyapti, natijalar e'lon qilinadi deyapti. Bu universitetga qarab farq qilishi mumkin deyapti. To'g'ri, ba'zi universitetlar erta, ba'zi universitetlar kech e'lon berishi mumkin bu haqida. Keyin result announcement deyapti. Bu ham bir xil, vaqtlar farq qilyapti xolos. Keyin ikkinchi round selection deyapti, ya'ni birinchi raunddan o'tganlarda natijalari aniqlanyapti-da, shu bilan ikkinchi raundga qo'yib yuboriladi, ya'ni suhbatga. Suhbatlarda ham javob chiqadi, mana shu sanalarda ko'rib turgan bo'lsalaring va mana shu joy University Track'da tashlab o'tilib ketganligi sababli faqatgina MBC Track orqali topshirayotganlar natijasini bilib olishi mumkin. Bular ham bilib oladi, faqatgina undan ertaroq. Shuning uchun xavotirga o'rin yo'q. Final successful candidates 3-yanvargacha ikkala track orqali ham aniq bo'ladi. Va saralash bosqichi magistratura uchun ham ko'radigan bo'lsak, bir xil deyarli bunda ham hujjatlar qabul qilinadi, NIAID tavsiya qiladi va NIAIDga tavsiya qilingan studentlarning hujjatlari yetib keladi va NIAID ko'rib chiqib suhbat tayyorlaydi, suhbat tashkillashtiradi, suhbatdan keyin natijalar aniqlashtiriladi. Bu ham vaqtlari, misol uchun MBC Track orqali javoblar martda olinar ekan, tavsiya qilishlar bo'lsa asosan aprelda boshida bo'lar ekan va ikkinchi raund aprelda oxirida va mayda oxirida, uchinchi raund bo'ladi va iyunda oxirida HKS yutgan yutmaganligingiz aniq bo'ladi. Universitet Track orqali ham unchalik katta farqi yo'q. Fevral yoki aprel orasida saralash bo'ladi, universitetga topshirish bo'ladi. NIAIDga bu ham tavsiya qiladi, faqatgina kechroq tavsiya qilar ekan, ya'ni aprel oxirrog'i, mayda oxirrog'ida ikkinchi raund, uchinchi raund o'sha universitetga qarab farq qilishi mumkin. Bu degani deyarli tashlab o'tib ketadi bu joyda. Ya'ni man ko'rib turgan bo'lsalar University Track orqali X qilib qo'ygan, bu ham X. Man universitet orqali farq qiladi, universitetga qarab farq qiladi deb o'ylabman, lekin bunda X bo'lganligi uchun deyarli bu bosqich bo'lmaydi va late June, ya'ni iyunda oxirida successful candidate'lar aniq bo'ladi. Kelinglar, o'zim haqimda qisqacha tanishtirib o'tib ketaman. Men ismim Ulug'bek. 2024-yil Yongjin universiteti kompyuter fanlari yo'nalishi bo'yicha GKS finalisti sifatida qabul qilinib, 1 yildan beri GKS stipendiyasida o'qib kelaman va bu men va meni sevimli o'qituvchim, ko'rib turganlaringdek. Va men GKSdan tashqari 2025-yil o'sha Amerika tomonidan tashkillangan Aspire Leaders programmasiga ham grantni qo'lga kiritganman va xuddi shu yili Kektil Youth Development, ya'ni Kektil yoshlarni rivojlantirish loyihasiga ham qatnashib boraman. Meni shaxsiy IELTS ballim 7,5, topkim bo'lsa 5. Xo'p, men bilan tanishdilaring. Men shu paytgacha o'zim o'rgangan bilimlarimni, studentlar bilan bo'lishib kelgan bilimlarimni sizlarga ham bo'lishib boraman. Xo'p, endi darsimizni tugatishdan oldin Nelson Mandelani bir kvotasi bilan tugatkim keldi. Ta'lim dunyoni o'zgartirish uchun foydalanishingiz mumkin bo'lgan eng qudratli quroldir, ya'ni ta'lim o'sha dunyoni o'zgartirishingizga kalit. O'shuning uchun dunyoni o'zgartirmoqchimisiz? Bu narsani ta'limdan boshlang. Xo'p, darsimiz tamom. Hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Savollar bo'lsa, bemalol o'sha GKS Academics adminiga murojaat qilishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.